Birinchi savol. Metanga alkan qo'shilganda uglerod atomlari soni 7 marta, vodorod atomlari soni 5 marta oshgan bo'lsa, alkanni aniqlang. Birinchisi metan ekan. Keyingisi noma'lum alkan SN2N+2 formula bilan ifodalanadi. Mollari noma'lum bizga. Shuning uchun bittasini 1 mol, keyingisini x mol olaman. Bu 1 mol bo'lsa, bunisi x mol. Xo'p, uglerod atomlari soni 7 marta. 1 mol metan tarkibida bitta 7 marta ortgan, ya'ni oshgan bo'lsa, jami 7 ta bo'lgan, bittasi alkan metan tarkibida bo'lsa, qolgan 6 tasi noma'lum alkan tarkibida. Moli ham noma'lum, eslatib o'taman. Xo'p, keyingisi. Vodorod atomlari soni 5 marta oshgan ekan. 4 ta edi, jami 5 marta oshsa 20 ta bo'ladi. 4 tasi buning ichida bo'lsa, 16 tasi noma'lum alkan tarkibida bo'ladi. Xo'p, uglerodlar sonini biz n formula bilan ifodalaymiz. Vodorodlar sonini 2n+2 formula bilan ifodalaymiz. Bu 6 ga 16 nisbatida ekan. Proporsiyali tenglama bo'ldi. 16 ni n ga ko'paytirsam 16n barobar 6 kere 2 12n plus 12. Noma'lumlar bir tomonga, ma'lumlar bir tomonga o'tkazamiz. Xo'p, 4n teng ekan 12 ga, n teng ekan 3 ga bo'lsa, uglerodlar soni 3 ta bo'lgan. Propan S3H8. Javobimiz B.